Allah'ni yad etip duruşunun fazileti. Allah Taala mundaq deydi. Meni yad etinglar. Meni yad etsanglar, menmu sizlarni yad etaman. Bana şükür qilinglar. Naşükürlük qilmanglar. Sura Baqar 152 ayet. Ey müminler, Allah'ni köp yad qilinglar. Sura Ahzab 41 ayet. Allah'ni köp zikir qilguvchi erlar va Allah'ni köp zikir qilguvchi ayollarga Allah mag'firat va katta savob tayyorladi. Sura Ahzab 35 ayet. Rabbingni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Atiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Sura A'rof 205 ayet. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Rabbini zikr qilgan kishi bilan zikr qilmagan kishining misoli hayot bilan o'likning misoliga o'xshashdir. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyati. Peygamber aleyhisselam amallaringlarning eng yaxshisini Rabbinglarning huzurida eng pok hisoblanadigan, darajanglarni eng yuqori ko'taradigan, oltin kumush ihson qilgandimmi? Düşmanlar bilan ilishqandimmi sizlar uchun eng yaxshi bo'ladigan amalni aytib beraymi deydi. Ular bo'ladi deganda Payg'ambar alayhissalom Allohni zikr qilishdir deydi. Tirmiziy va Ibn Majah rivoyati. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Alloh taolo aytadiki: "Men bandamning menga bo'lgan gumonining yenida bo'laman. O meni yad etsə, mən onun bilan birga bo'laman. O meni ichida yad etsə, mənmi uni ichimda yad etaman. O meni jamoat ichida yad etsə, mən uni uning jamoatidanmi yaxshiroq jamoat ichida yad etaman. U menga bir g'ayrat yaqinlashsa, mən uningga bir gaz yaqinlashiman. U menga bir gaz yaqinlashsa, mən uningga bir g'ulach yaqinlashiman. U menga mangan holda kelsa, mən uningga yugurgan holda boraman." İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyati. Hazrati Abdullah ibn Busrin raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadiki, bir kishi: "Ya Rasululloh, islom shariatlari menga nihoyat ko'p bo'lib ketdi. Men ching esiladigan bir shayni aytib bergan bo'lsalar" deganda, Payg'ambar alayhissalom: "Tiling Allohning zikridan to'xtab qolmasin" degan. Tirmiziy va Ibn Majah rivoyati. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Kimki Allah'ın kitabidan bir harf o'qisa, onunğa bir yaxshilik bo'ladi. Bir yaxshilik 10 hassiga ko'paytiriladi. Alif, lam, mim bir harf demayman. Lekin alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. İmam Tirmiziy rivoyati. Uqba ibn Amir raziyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Biz masjidning supsida edik. Payg'ambar alayhissalom chiqib, "Sizlardan kim har kuni butxon yoki aqiq degan joyga berib gunoh qilmasdan, tuqqanchiligini uzmasdan cho'ngluqliq ikki to'gi akilishni yaxshi ko'radi" dedi. "Ya Rasululloh, biz yaxshi ko'ramiz" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlarning biringlar Allohning kitobidan 2 oyat bilish yoki o'qish uchun saharda masjidga bormamdi. Bu uning uchun 2 to'gidan yaxshi. 3 oyat o'qish 3 to'gidan, 4 oyat o'qish 4 to'gidan yaxshi. To'gilarning soni oyatlarning soni bo'yicha bo'ladi" dedi. İmam Muslim rivoyati. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Kimki biror o'rinda Allohni zikr qilmay o'ltiradi ekan, Allah tarafidan onunğa hasrat bo'ladi. Kimki biror o'rinda Allohni zikr qilmay yotadi ekan, Allah tarafidan onunğa hasrat bo'ladi. Abu Davud rivoyati. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Qandaq bir jamoat biror o'rinda o'ltirganda Allohni zikr qilmasa, payg'ambarga durud aytmasa, Allah tarafidan ularga hasrat bo'ladi. Allah xolisa ularni azoblaydi, xolisa kechirim qiladi. İmam Tirmiziy rivoyati.
Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: har qandaq bir jamoat biror o'rinda o'ltirib Allohni zikr qilmay qopib ketadigan eshakning topidan qopib ketgandek bo'ladi va bu o'ltirish ularga hasrat bo'ladi.